barcha obunachilarga salom. Sizlar bilan bugun men yana Dilsinor Murodov va do'stlar, bugungi videorolikimizda biz Dream League Soccer 2026 da live o'ynaymiz. Albatta qulay joylashib oling va kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Qani men unda videoni boshladim. Xo'sh do'stlar, tarkibimiz o'sha. Yaxshi, unda live o'yinlarga ketdik. O'zida nima gap bo'ldi, charchamayapsizlarmi? Live o'ynayapsizlar. Instagram akkauntimga ham obuna bo'ling. Ajoyib igrok tushdi. Xo'sh. Argentinalik bo'lsa kerak. Boshlaylik. Juda ham qiyin mag'lub bo'lishimiz ham mumkin. Hop, yaxshi Bellingham, Mbappe. Bilasiz bo'lsa, ovozimizdan g'alati, chunki shamollaganman. Lekin shu chog'imda ham Bellingham video olmoqdaman. Virgil van Dijk, Cristiano Ronaldo, Thibaut Courtois chiqib keldi va Ronaldo orqaroqda ekan. Messi, Bellingham, Mbappe. Yaxshi, Mbappening tezligida qochib ketmoqdamiz. Mbappe. Bruno Fernandes, zarba. Voy! Ana bosib yuboribman. Va qizil kartochka. Mana shunday dilisining nohaqliklari ko'p bo'ladi o'zi. Qizil kartochka beradi. Axir ataylab bosmaymiz. O'zimiz bosib ketadi. Ana bosib tepamiz desa. Patkat berib yuboradi. To'g'ri. Chut Mbappe. Dilisiga shunaqa narsalar qo'shilgandan so'ng qiyin bo'lib qoldi dilis o'ynash. Va mana to'plar shunchaki o'tib ketyapti. Michael Olise hozir uchrashuvdagi birinchi golni urishi mumkin edi va Mbappe beda bosib ko'rgan edim, lekin afsuski tavakkal. Mana katta nima desa bo'ladi. Zaif tomonimiz shundan bilinib qo'yyapti. Va mana bunday paslar oralig'ida pas berish xatodir. Pressing. Mbappe. Vay, siz bilan beraman. Sal bir hayajon bor. Chunki yangi youtuberman. Va sizlarga o'yinimni yaxshi ko'rsatishga harakat qilaman. Olisiga to'p o'tmoqda. Michael Olise qocha olmadi. Va birinchi bo'lim 0-0 hisobidan yakunlandi. Ikkinchi bo'limga Mbappe juda ham ajoyib o'ynayapti. Xo'sh. Qanaqangi o'zgartirish qilmaymiz. Do'stlar, boya aytganimdek shamollaganman. Trent pas o'tdi. Ajoyib pas edi bu. Ronaldo nimaga kelib qildi? Ana shunaqa payt dilisining ko'p nohaqliklari bor. Trent o'zi tepib yubordi. Xo'p. Antonio Rudiger, Nuno Mendes nima qilyapti? Mbappe qocha olmadi. Qo'rqdi raqib. Shunchaki to'pni o'zida olib qolish ham mumkin edi, lekin Mbappening tezligi shunchaki dahshat. Virgil van Dijk. O'tmayapti-ku. Mendes. Qanotga pas.
Va Ronaldoga pas o'tganligini qarang. Krishtianuning golini qarang. Mbappe ekan. Ronaldoga o'xshab ketdi lekin. Juda ham ajoyib gol. Raqibning ham jahli chiqmoqda endi. Ko'ryapsiz, tez paslar bilan bizni fint bilan o'ynatib. Asta sekinlik bilan ochamiz. Mash pas noaniq. Mening tomonimdan hozir eng zaif tomoni bu pas. Ketdi Valverde va internet. Chirmir. Aslida qotadi. Telefonim ham unchalik yoraveradigan emas. Samsung A05. Va xato. Nimaga ko'p xato qilyapman o'zim ham bilmayapman. Mbappe charchadimi? Charchadi. Top yurt. Va mana 0-1 hisobida yakunlandi o'yin. Trent Alexander-Arnold uchrashuvining eng yaxshi o'yinchisi. 7.3 ball bilan. Reklamani ko'rmaysizlar. Yaxshi. Fernandes. Afsus. Kevin De Bruyne tushiramiz. Buning o'rniga Ryan Cherki, Dani Ceballos. Yaxshi futbolchilarni jonini to'ldiramiz. Ketdik. Raqib bormi? Mana soat ko'ryapsizlar. Sizlar uchun kechki soat 1da. Yo'q, o'chiraylikcha. Qayta tarang kirdi. Va bizga match top beradimi? Va tarkibi yaxshi-yu. Unchalik zo'r deb bo'lmaydi.